Ota-ona bilan bitta uyda yashash an'anami yoki muammomi? Bu mavzu hammanikiga bo'ladi. O'zbekistonda ko'p oilalar birga yashaydi. Bu yillar davomida shakllangan an'ana. Islomda ham ota-onaga yaxshilik qilish qayta buyurilgan. Qur'onda bu alohida aytiladi. Ko'p oilalar uchun birga yashash xizmat, hurmat va baraka deb qaraladi. Shuningdek, bu ko'pincha ota-ona roziligini bir qismi sifatida ham ko'riladi. Ko'pchilik aytadi, bitta uyda yashash oilani kuchaytiradi. Chunki ota-ona yonida yordam bor, bolalarga qarashadi, uy xarajatlarini yengillashtirishadi va oila yaqinroq bo'ladi. Lekin boshqa taraf ham bor. Islomda ayolning ham haqqi bor. Qur'onda ayollaringiz bilan yaxshi muomalada bo'linglar deyiladi. Ba'zi diniy olimlar shuni aytadi. Agar bitta uy ichida tinchlik bo'lmasa va doimiy ziddiyat yuzaga kelsa, ayolning shaxsiy hududi va alohida yashash masalasi uni huquqlari doirasida ko'rib chiqilishi mumkin deyishadi. Psixologlarning aytishicha, yosh oilada eng katta muammolardan biri chegaralar yo'qligi. Eng qiziq joyi, ikkala taraf ham o'zini haq deb hisoblaydi. Bir taraf uchun bu hurmat va qadriyat, boshqa taraf uchun bo'lsa haq va mustaqil hayot yetishmasligi. Siz qaysi tarafdasiz? O'z fikringizni izohda yozib qoldiring.